Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Chorvayim olami kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube Chorva ishqibozlari, qadrdonlar, bugun o'zimni qadrdon Xudoberdi akami firmasiga kelganman. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video joylab boramiz inshaalloh. Video boshlashimizdan oldin bir dona like, bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yinglar xudo xolasa. Bir dona laklaring bir necha insonlar videomizni ko'rishiga sababchi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Bugun Xudoberdi akam uka shu beshala molni srochni sotaman, pul menga srochni zarar. YouTube kanalingga qo'yib bergan, Chorvayim olami kanalidan telefon qilyapman videolar bo'lsa, arzon qilib kanalning rivoji uchun chiqartirib beraman ukajon deganda, bo'ldi aka, gap so'zsiz deb xudo xolasa akami firmasiga kelgandi. Ko'rib turibsizlar, mollar xudo xolasa juda chiroyli, juda go'zal holatda. Holati ham, yeyishlari ham xudo xolasa juda bexijolat. Yoshlari keladi ham, yosh, bo'zay hammasi akalar. 1 yoshdan o'tgan, rasa boquvdagi holatdagi mol akalar. Xudo xolasa juda chiroyli qilib 5-6 oy qattiq mehnat qilib, yaxshi shu shig'a boqib tursa, xudo xolasa inshaalloh juda sizlar o'ylagan kilolarni beradigan umiddaman xudo xolasa. Mollarimiz hammasi zot o'rta hol akalar, shu rossiyskiy mol akalar. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan hammasiniki 1 yoshi 1 oylik, 1 yoshi 3 oylik shunaqangi holatda ekan akalar. Ishlari zavod, ikoldorlari qilingan xudo xolasa juda bexijolat. Holati ham, orqa oldilari ham, sog'liklari ham juda bexijolat akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshhovuz MFida joylashgan akalar. Ekranda turgan telefonlarga bemalol tortinmasdan telefon qilishlaringiz mumkin. Narx-navosi kelib o'tadigan bo'lsak, 16 million so'mdan deyapmiz. Yana yo'li bor. Chorvayim olamdan telefon qilyapman videolarga. Akamiz juda chiroyli qilib arzon yo'llar qilib beradi inshaalloh xudo xolasa. Bemalol tortinmay telefon qilinglar. Sizlar bilan Chorvayim olami kanalining admini bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammani chorvasiga Alloh rizqini bersin, barakasini bersin. Ishlaringiz omad, salomat bo'linglar.